Assalomu alaykum hammaga yana bir bora qaranglar. Shkatulka darsligini videoslarini, rasmlarini rosa ko'p joylab yubordim. Sizlarga bugun buni reklama qilish emas va sizlarga bitta yangilik bilan chiqdim. Qaranglar qizlar, men gruppaga tashagandim, tortmali shkatulkadan rasmini tashagandim. Esinglarda bo'lsa, yana joylab qo'yaman. O'sha shkatulka bu bilan shunaqa tortmali shkatulkaga darslik olish niyat qildim. Mana bu 10 raqamli muncholi 8 va 10 raqamli muncholi shkatulkamiz. Darsligimiz hozircha boshlanishiga 10 ta qizga 20 ming so'm qo'yganman. Darslikni bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi. Birinchi mana bu shkatulkani noldan boshlab o'rgataman. Bundan ikkita zakasimiz bor edi. Mana ikkinchisini endi boshlaganman. Xudo xolisa sizlar bilan birga darslik davomida to'qib boramiz. Bu birinchisi, buni aytganimman, bu birinchi yangilik. Buni noldan boshlab munchoqlar qayerdan olinishi, qaysi munchoqda nechta qancha gramm ketishlarini hammasini darslik davomida tushuntiraman va ikkinchi yangiligim sizlarga mana 2 pochka dur oldim. 10 raqamlidan 400 grammli durlar ekan. Hamma olgan joyimdagi borgan joyimda hammasi 400 grammdan ekan. 400 gramm bo'lsa ham olaverdim. Tortmali shkatulka to'qishi video darsligini olmoqchiman. To'snisam o'zim ham birinchi marta to'qiyman. Men sizlarga rasmlarini ham joylab qo'yaman. Kim agar tortmali shkatulkaga qiziqsa, bemalol ruchkamga yozib kursga qo'shilib olishingiz mumkin. Faqatgina 10 ta dona odamga 20 ming so'mdan qilib beraman. Undan u yog'iga bu shkatulkani darsligini joylab bo'lganimdan keyin tortmali shkatulka darsligini joylashni boshlaganimdan keyin kurs narxini oshiraman. Chunki shkatulkani ikki xil usulda o'rgataman. Bittasi bunaqa bo'lsa, ikkinchisi pastda tortma bo'ladi, ham ichlarida xonalari borli qilib qilaman. O'shaning uchun shkatulka darsligimiz hozir 10 ta odam qo'shilib olganini yutadi 20 ming so'mdan, keyin darsligimiz oshadi. Chunki ikkinchi shkatulkamiz sag'il murakkabroq fasonda bo'lgani hisobiga shkatulka darsligimizni oshiramiz. Men aniq bilmayman. O'shaning uchun hozircha men 2 pochka dur oldim. Mana 400 grammligidan 400 grammligi bor yo'g'i mana shuncha bo'ldi. O'zi ko'p munchoqli 500 gramm bo'lardi. Bu safar borgan joyimda hamma munchoqlari 400 grammdan ekan. Mana 2 pochka oldim. Hozircha dars davomida keyin yana yetish-yetmaslikka qarab aytaman. Chunki bizaniki shkatulkamiz, keyingi shkatulka darsligimiz bunaqa yaxlit bo'lmaydi. Mana buni ichi yaxlit bo'lgan bo'lsa, keyingi shkatulka darsligimizda o'rtasi to'rga bo'lingan bo'ladi va mana shu bitta shkatulka bo'lsa, keyin уже yana bo'yi balandroq bo'ladi-da, tagida tortmasi borli yana bitta shkatulka bo'ladi. O'shanda tepaga zirelaringizlarni, uzuv, hamma narsani qo'ysa, pastki tortmasiga broshka, shunga o'xshash narsalarni qo'ysa bo'ladigan qilib, 2 qavatli qilib shkatulka darsligini joylayman. Agar kimga darslik qiziq bo'lsa, qo'shilishni xohlasa, mana qizlar 10 ta dona odamga shu chegirma narxida, skidka narxida darslikni 20 ming so'mga mana qo'shilib olsanglar bo'ladi. Qaranglar, rosa zo'r chiqadi oq durdan, mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa, shu oq durdan to'qiymiz. Hozir keyingi tortmali shkatulkamizni mana ko'ryapsizlarmi? Shkatulkam bor-ku, bir qavatlidan emas, mana o'zini formasini vash zo'r ishlaydi. Mana ikkalovi ham 2 qavatli, mana bu yog'ida bitta, bu yog'ida bitta bor mana. Ko'ryapsizlarmi? Bir xil shkatulkalarning rasmini ko'rsanglar, bir qavat qilib qo'yiladi. Yo'q, mana menikini ko'ryapsizlarmi? Qalinligini qalin bo'lib, shkatulka o'zini formasini zo'r ushlab beradi. Mana bunisi ham xuddi shunaqa 2 qavat qilib to'qilgan. Faqat buni farqi bu 8 raqamli munchoqda to'qilgan, bu shkatulkamiz 10 raqamli munchoqda to'qilgan mana. Xudo xolasa darslik olishni boshladim. Hammanglarni kutib qolaman. Darsligimda aytganimdek 10 ta dona qizga, faqat 10 ta dona qizga. Oldin 5 ta dirdim, hozir 10 ta dona qiz 20 ming so'mdan qo'shilib olsa bo'ladi. Keyin boshqa kurslarimga qo'shmaganman. Bu shkatulka darsligi standart 20 kursimda bor, lekin tortmali shkatulka darsligimni standart 20 kursiga qo'shmaganman. Shkatulka darsligi alohida bo'ladi va 2 xil shkatulka darsligini o'rgataman.
iloji boricha shkatulka darsligini 3 xil qildim. Pinterest'dan yana bitta rosa chiroyli shkatulkani topdim. Xudo xolasa yasab o'zim anaqaga chiqarsam, o'xshab zo'r qilib chiqara olasam, keyin sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rdinglarmi qizlar? Qo'shilib yutasizlar. Xudo xolasa mana shkatulka darsliklarni 4 ta, 5 ta usullarini internetdan topib qo'yganman. 20 ming so'mga qo'shilib olgan qizlar yutadi. Undan u yog'iga shkatulka darsliklarimiz oshadi. Mana leskalarni ham 06, 05 munchoga qarab tanlashlarni aytaman. Oq anaqa shkatulkamizni 10 raqamli munchoga to'qiymiz. Bunaqa mustahkam, rosa chiroyli chiqadi. O'zini formasini zo'r ushlab bergan holda chiqadi. Hammanglarni darsimizda kutib qolaman.